Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi asosiy mavzuyimiz limon o'simligini O'zbekiston iqlim sharoitida yetishtirish texnologiyasiga bog'liq. Ushbu darslikni muntazam ravishda, amaliy ko'rinishda sizlarning e'tiboringizga havola qilib borish maqsadida Turon-bank aksionerlik tijorat banki bilan hamkorlikda ushbu darsliklarni tashkil etdik. Asosiy maqsadimiz qiziquvchilar tomonidan uyushmaga hamda Turon-bank xodimlariga kelib tushayotgan savollarga to'liq javob berish. Ushbu savollar sizlardan demak kelib tushayotgan savollar asosida demak ushbu darsliklarni bir necha darslikka bo'lgan holatda demak olib borishni o'zimizga maqsad qilib qo'ydik. Bugungi birinchi darsligimiz bu limon o'simligini dunyo bo'yicha kelib chiqishi va tarqalish tarixiga taalluqli bo'ladi. Bu o'rinda to'liq matnlarni to'liq ochib berish demak ochib beriladigan bo'lsa, unda bizga ajratilgan vaqt yetmasligi mumkin. Yuqoridagilarni inobatga olib turib, siz eshituvchilar, qiziquvchilar, tashabbuskorlar demak limonni tarixi bo'yicha nimalarni bilishi kerakligi bo'yicha qisqacha ma'lumot berib bormoqchimiz. Limon o'simligi bu doimiy yashil o'simlik bo'lib, ro'tadoshlar oilasiga mansub. Apelsin gullilar kenja oilasiga mansub bo'lib, buni 300 dan ortiq avlodi mavjud. 900 dan ortiq turga bo'linadi. Bularni kelib chiqish tarixiga nazar soladigan bo'lsak, 1845-yillarda demak dunyoshunos olim Vasco da Gama o'zini guruh a'zolari bilan birgalikda yangi o'zlashtirilayotgan orollarni hamda qit'alarni demak o'rganish jarayonida shu kemada ketayotgan paytda demak o'z xodimlari bilan birgalikda bular juda ham muhim bir kasallikka uchrab qoladi, ya'ni sink hamda anemiya kasalligi. Bu kasallik orqali demak o'sha xodimlarni milklarini bo'shab qolishi, tishlarini yumshab ketishi, tish to'kilishi hamda organizmdagi qonni kamayib ketishi kabi kasalliklarga duchor bo'lgandan keyin demak bularni guruhi demak o'sha qirilib ketish arafasiga kelib qoladi. Shunda bular o'sha O'rta Yer dengiziga yaqin bo'lgan bir orolda to'xtab, shu oroldagi yovvoyi sharoitda o'sib yetishtirilayotgan demak o'simliklarni o'rganish chog'ida tillarang meva tugib turgan bir o'simlikka ko'z tushadi. Demak bu o'simlikni mevasini olib iste'mol qilib ko'rishganda nordon taxir maza beradi. Bular bir necha kun shu joyda demak shu qolib ushbu mevani iste'mol qilishgandan keyin bularda sink kasalligi, anemiya kasalligi hamda o'sha milklarni yumshab tishlarini to'kilib ketish kasalligi to'xtaydi. Mana shundan bu limon o'simligiga bo'lgan e'tibor kuchayib ketib qoladi. Mana buning eng asosiy tarqalish tarixi bilan bog'liq bo'lgan birinchi holat. Bundan tashqari limon o'simligi kelib chiqishi, madaniy holatda yetishtirilishi, kelib chiqishi bo'yicha bu Xitoy, Xitoy o'lkalariga to'g'ri keladi. Bundan tashqari limonni bir qancha navlari demak Kavkazda, O'rta Yer dengizi o'lkalarida, subtropik davlatlarda, bundan tashqari Xitoyda, Hindistonda hamda ko'pgina o'sha subtropik davlatlarni subtropik iqlim sharoitida yetishtirib bir qancha yangi navlari ishlab chiqilgan. Bularning ichida bizga eng muhimi bo'lgani bu limon. Limon bu sitrus o'simligi hisoblanib, doimiy yashil o'simlik hisoblanadi. Bu demak buni ijobiy tarafi demak buni kompakt ko'rinishda, kichkina daraxt ko'rinishda shakllanishi, ser demak vitaminliligi, hosildorligini balandligi hamda iste'molgirligi hamda bu shifobaxshliligi bilan bu dunyo bo'yicha katta e'tibor qozongan bo'lsa, buni bitta salbiy tarafi bu ham bo'lsa, buni sovuq iqlim sharoitida yetishtirish imkoniyati yo'q. Sababi bu subtropik o'simlik bo'lganligini inobatga olib turib, sovuq iqlim sharoitlarida bu issiqxonalarda, xandaqlarda yoki bo'lmasam
teplitsa sharoitlarida, oranjereyalarda yetishtirishga moslashgan. Bundan tashqari limon o'simligi bu xona sharoitida, tuvaklarda ham yetishtirishga juda ham mos. Mana yuqoridagilarni inobatga olib turib, sizlarga bermoqchi bo'lgan asosiy ma'lumotimiz limon o'simligi bu bir uyali ikki jinsli o'simlik. Ya'ni bitta o'simlikning o'zida biza ham erkak ham urg'ochi gullarini shakllanganini guvoh bo'lishimiz mumkin. Bu buni eng asosiy jihatlaridan bittasi. Bundan tashqari bu o'simlik o'zini o'sish, rivojlanish davrida ham generativ ham vegetativ organlar shakllantiradi. Ya'ni o'suvchi hamda hosil beruvchi demak organlarni shakllantiradi. Demak bu bir vegetatsiya davrini o'zida, yillik vegetatsiya davrida bu ham hosil beradi, ham shuningdek o'zini o'sib rivojlanish orqali tashqi kompakt ko'rinishini saqlab qolish xususiyatiga ega bo'lgan o'simlik. Yuqoridagilarni inobatga olib turib, biza sitrus o'simliklaridan bizaga eng yirik namoyandalardan biri bo'lib limon hisoblanadi. Bundan tashqari sitrus o'simliklaridan bizaga demak hozirgacha yetib kelgan turlardan apelsin, mandarin, greypfrut, lime, undan keyin avokado hamda boshqa juda ham ko'p bilan turlari ma'lum bo'lib, bularning ichida bizaga eng ko'p o'rganiladigani limon, apelsin, mandarin hamda greypfrut hisoblanadi. Endi shifobaxshlik xususiyatlarini e'tibor qaratadigan bo'lsak, shifobaxshlik jihatidan sitrus o'simliklarining ichida eng shifobaxshi hamda eng ko'p dunyo bo'yicha iste'mol qilinadigan bu apelsin hisoblanadi. Limon apelsindan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Uchinchi o'rinda mandarin turadi. Yuqoridagilarni inobatga olib turib, bizda O'rta Osiyoda hamda O'zbekiston iqlim sharoitida bu limon eng sitrus o'simliklaridan eng ko'p yetishtiriladigan bu limon hisoblanadi. Mana bugungi birinchi mavzuyimiz bo'yicha, ya'ni bu sitrus o'simliklaridan limonni dunyoda kelib chiqishi, tarqalishi bo'yicha sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz asosan mana shulardan iborat.